Koreyaga ham boramanmi degan xayolda bo'lganman boshida. Sizni boshqalardan tezroq o'sishingizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Qanaqadir men o'zimni talantli odam ham deb o'ylamayman. Harakat qilganman xolos. Yoshlikda bilimni olib qolish kerak. Siz Koreyada butun umr yashash huquqini beruvchi vizani olgansiz. Men qanday bitta narsani boshlaydigan bo'lsam, har doim eng yuqori darajasiga erishishga harakat qilaman. Yo'li juda ham uzoq bo'lganman. Bu misol $100,000 ishga bittada misol kirib qolmaganman albatta. Ishni 80 million won bilan boshlaganman. Endi u payt uchun bu juda ham katta hisoblangan bo'lgan. Hozir uchun ham yaxshi narx. Hozir uchun ham to'g'ri. Koreyaga borishimga sabab bu pul bo'lganda. Ya'ni men pul ishlayman deb borganman u yerga. Umuman hech qanaqa pulni katta ahamiyati qolmadi deb o'ylayman hozir kunlarda. Endi yaxshi taklif bo'lganligi uchun men hamma yoqqa ko'z yumib, ishdan sразу arizani yozib, uyim, joyim boshlanib qolgan u yerda kelib olganman. O'zbekistondagi kompaniyalar bilan ishlash afsuski unaqa muvaffaqiyatli bo'lmadi. Koreyada hozir bitta chet elga erishish mumkin bo'lgan hamma narsaga erishib bo'ldim o'zi. Bir tarafdan qaraganda, juda ko'p yoshlarning orzusi, bilim, imkoniyat, pul. Sizni orzungiz nima hozirgi kunda? Assalomu alaykum. Koreyadagi vatandoshlarimiz hayotini yoritishda davom etamiz. Bugungi suhbatdoshimiz IT mutaxassis Bekzod Olimov. Assalomu alaykum Bekzod aka. Studiyamizga xush kelibsiz. Alaykum assalom, taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Qahramonimiz Bekzod Olimov 1992-yil Farg'ona shahrida tug'ilgan. U bakalavrni O'zbekistonda tamomlagan. Magistratura bosqichini esa Erasmus dasturi orqali Slovakiyadagi universitetda o'qigan. Keyinchalik Koreyada PhD darajasini qo'lga kiritgan. U TOEIC imtihonidan eng yuqori 6-darajani olgan. Bekzod Olimov ingliz, koreys va rus tillarini mukammal biladi. 2024-yilda u Koreyada doimiy yashash huquqini beruvchi F5 Green Card vizasini qo'lga kiritgan. Koreyadagi nufuzli kompaniyalarda sun'iy intellekt bo'yicha direktor lavozimida ishlagan. Keling dastavval suhbatimizni o'qish davringizdan boshlasak. Bilishimizcha, siz bakalavrda O'zbekistonda, magistraturani Yevropada va PhDni esa Koreyada qilgansiz. Bilishimiz bo'yicha hammasini grant asosida o'qigansiz. Ya'ni o'zingizdan bir so'm sarflamasdan. O'ylaymanki, boshqa joylarda ham bundan rivojlangan mamlakatlarda o'qish imkoniyatiga ega edingiz. Nima uchun Koreyani tanlagansiz? Bu shunchaki tasodifmi yoki aniq reja asosida qilingan ishmi? Farg'ona politexnika institutida iqtisodiyot yo'nalishida bakalavrda 4 yil o'qiganman. Keyin uni o'qigandan keyin o'sha paytda rosa ingliz tili, ya'ni IELTSga tayyorlanib, chet elga ketish endi urushga kirayotgan paytlar bo'lgandi. O'sha paytda biz IELTS o'rtoqlarimiz tayyorlanib, o'sha paytda IELTSdan 7 ball olgandim 2014-yilda boshlarida. Keyin u ball endi o'sha payt uchun juda ham yaxshi ball hisoblangan bo'lgan. Keyin u ball olgandan keyin men sekinlik bilan chet el boshqa davlatlarda qidirishni boshlaganman, grantlarni. Va o'sha paytda bizni bitta tanishimiz akalari Koreyada o'qishardi. Koreyada magistraturada o'qishardi. O'sha aka orqali men Koreyaga topshirish harakatini boshlaganmiz. Va shu vaqtda o'zida bir vaqtda boshqa Erasmus Mundus degan grant bo'lgan. U Yevropa bilan o'sha O'zbekistonda hamkorlik asosida qilingan grant bo'lganda, o'sha grantga ham birgalikda hujjat topshirganman. Keyin birinchi menda Koreyaning javobi chiqqan. Koreyani shu Daegu shahridagi Kemin universiteti bor edi. O'sha universitetdan 100% grant berishgan menga. U где-то bir menda iyun yoki iyul oylarida chiqqan javobi. Yevropaniki ozgina o'qish kechroq boshlangan hisobiga men biroz kechroq olganman uni javobini. Shuning uchun men oxirigacha ishonganmanki, u grant yutishimga Koreyani ozgina shu pauzaga qo'yib turganman. Keyin menda o'sha Erasmus grantini javobi menda sentyabrda oxirlarida chiqqan va men Koreyani отказ qilishga majbur bo'lganman. Nima uchun bunday qarorga kelganimning sababi birinchi navbatda men umuman hayolimda bo'lmaganki, Koreyaga ketish haqida. Hech qachon o'ylamaganman. Koreyaga ham boramanmi degan xayolda bo'lganman boshida. Shuning uchun endi Yevropa albatta meni nazarimda o'sha paytda juda ham qanaqadir rivojlangan ko'ringan. Bundan tashqari, mana shu Erasmus bo'yicha stipendiyamizda bizda demak 24 oylik to'liq qoplangan stipendiya bo'lgan. Ya'ni o'sha butunlay aviachiptadan tortib har oyda 1000 yevrogacha demak stipendiya berib turgan bo'lgan. Ya'ni 100% tekin bo'lganligi sababli, ya'ni Koreyada ham albatta 100% stipendiyani yutganman, faqat u yerda shu oylik xarajatlarni bermagan, qoplamagan bo'lganligi sababli men endi tabiiyki Yevropani tanlaganman o'sha paytda. 2014-yil keyin Yevropaga ketganman. U yerda 2 yil davomida magistraturani o'qigandan keyin o'sha 2016-yil qaytib kelganman O'zbekistonga. Keyin orada o'sha 1-2 oy kutishga to'g'ri kelib qolgan. O'sha paytda men ishga ham topshirishga harakat qilganman. O'zimiz Farg'ona shahrida yashaganim uchun biz o'sha paytda POSCO degan POSCO Internationalda zavodi bo'lgan.
o'sha zavodda man eksport bo'limiga ishga kirganman. U yerda bir oycha ishlagandan keyin man уже harbiy xizmatga kelayotgan paytim bo'lib qolgan. O'sha payt harbiy xizmatga kirganman. Avgust oyidan oygacha u yerda bo'lganman-da. Keyin u yerdan chiqqandan keyin bir 4-5 oycha ishlab ko'rganman zavodda. Yaxshi bo'lgan, menga yaxshi tajriba bo'lgan. Lekin men tushunganmanki, qanaqadir katta pulda tejab qolish imkoniyati bo'lmagan O'zbekistonda. Men u paytda endi uylanaman degan paytlarim bo'lgan. Endi baribir endi ozmuncha to'yga xarajatlar ketishini hisobiga olganda, men qaydir o'zim hisobimni chiqarib qolganman. Keyin asta-sekinlik bilan yana chet elga chiqishda harakatni boshlaganman o'sha paytda. Va shu 2016-yil oxirida bo'layotgan gaplar bo'ladigan bo'lsa, men endi Amerikaga borishga harakatni qilganman. Lekin Amerikada meni bilishimcha shu faqat o'sha paytlardami yoki hozir ham shunaqami bilmayman aniq, lekin o'sha paytlarda faqatgina shu kuzda qabul bo'lardi. Bu degani men endi o'ylayotgan paytim shu oktyabr yoki noyabr bo'ladigan bo'lsa, o'qish sentyabrdan boshlasa 1 yil kuchli to'g'ri kelib qolgan. Va o'sha paytda Koreyani surishtirganimda Koreyada 2 marta qabul bo'lgan. Ya'ni martda 1 marta bo'ladi, keyin sentyabrda ikkinchisi. Semestr bo'lgani hisobiga bahorgi va kuzgi semestrlar shuni hisobiga men tezroq kelganligi sababli mart tegasiga topshirishga harakat qilganman. Ya'ni o'sha paytda men 2014-yil Koreyaga bormagan paytimda men bilan birga hujjat topshirgan o'rtoqlarim u yerda bo'lgan. Ya'ni men Yevropada 2 yil o'qishib bitirgan paytimda ular 2 yil davomida o'sha Koreyada magistraturani bitirgan bo'lishgan. Ular bilan albatta aloqam yaxshi bo'lganligi sababli ularga aloqaga chiqqanman, ular yo'l ko'rsatishgan menga va shunaqa qilib men Koreyaga borgan qo'yganman. 2017-yil fevral oyida shu bilan Koreyaga ketganman. 3 yil PhD qilgansiz. Keyin uni davom ettiradigan bo'lsam, 2017-yil shu demak 2017-yil fevralda borgan bo'lsam, men yana magistraturaga hujjat qilganman. Chunki PhD ga o'qish meni hayolimda umuman bo'lmagan. PhD qilaman deb o'ylamaganman. Meni bitta maqsadim o'sha paytda yaxshi pul topish bo'lgan. Va o'rtoqlarim bilan gaplashgan paytimda o'sha yerda demak ingliz tilidan dars o'tish mumkin deyishganda, o'sha ingliz tilidan dars o'tib, ma'lum bir $2000 atrofida topsa bo'ladi deyishgani uchun men o'sha narsaga qiziqib borganman. Magistraturam o'zi bo'lgan bo'lsa ham, men yana bir marta magistratura topshirganman. Xuddi o'sha universitetga 2004-yil topshirgan universitetimga, xuddi o'sha yo'nalishga yana topshirganman. Yana 100% scholarship berishgan o'sha paytda. 2017-yil bir iyun oyida boshlaganman darsni o'rganishni va 2018-yil yanvar oyida, ya'ni 6 oyda men Topik 2 ga kirib, Topik 2-imtihonga kirib, u yerda 4-daraja olganman 6 oyda. Keyin yana to'xtab qolganman bu joyda, chunki men qanday tezroq hamma narsani oxirigacha yetkazib qo'yishni xohlaganim uchun xarakterim oltini olaman deganmanda 1 yildan tanlanganman va 2019-yil yanvar oyida kirib, o'sha ikkinchi urinishimda Topikdan 6-daraja olganman. Shu deganda, demak, umumiy hisobda bu natijaga erishishimga 1,5 yil vaqt ketgan. Koreya tanlovi o'zini oqladimi? Albatta. 100% oqladi deb o'ylayman. Men Koreyaga borganimga hech qachon afsuslanmaganman va hozir ham eng to'g'ri qarorlarimdan biri bo'lgan deb o'ylayman. Nimalar sababini ko'rsata olasiz? Ya'ni oqladi, mana shu narsalar bo'ldi hayotimda deb ayta olasiz. Meni hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Bizning oilamiz men kambag'al oila demayman, lekin bunaqa boy oilam bo'lmagan. O'ziga to'q, yaxshi oila bo'lganmiz, lekin hech qachon misol uchun biz oilada, ya'ni uyimiz bo'lgan, mashinamiz bo'lgan, shu hamma o'qishga, ya'ni ziyolilar oilasi bo'lganim uchun hamma o'qishga yaxshi pul sarflangan, lekin hech qachon bunaqa katta pul yurmagan biz oilamizda va men shuni xohlardimki, har doim misol uchun har bittamizda misol uchun mashina bo'lishini yoki bo'lmasam shunaqa bemalol o'zimizga hech qanaqa to'siqlarsiz har qanday narsani o'zimiz qurbimizga yetadigan darajaga olib chiqishga men har doim shu narsani orzu qilganman. Chunki meni atrofimda o'rtoqlarim hammasi shunaqa o'ziga to'q oilalardan bo'lishgan va ularga ko'ra men juda ham havasim kelgan bo'lgan. Shu narsaga erishish uchun men harakatni qilganman. Men o'ylaymanki, hozirgi kunga kelib bu men o'zim oldimga qo'ygan maqsadlarimni ko'pini erishishga muvaffaq bo'lganman deb o'ylayman. Mana shu 1,5 yilda Topikdan 6 olish bu oson natija emas. Va mana sun'iy intellekt bo'yicha Koreyada PhD qilish oson emas va yana $100,000 yiliga $100,000 maoshli ishga kirish ham oson emas va sizni boshqalardan tezroq o'sishingizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Men ham juda ham ko'p berishadi menga shu savolni. Men ham to'g'risi bilmayman bu savolga javobni, chunki men doim harakat qilganman xolos. Ya'ni kim qanaqadir men o'zimni qanaqa talantli odam ham deb o'ylamayman. Shunchaki bitta narsani qadar maqsad qiladigan bo'lsam, o'sha maqsadga erishadigan shunaqa xarakterim bor deb o'ylayman-da. Ya'ni Koreyaga keldimmi, tilni albatta bilishim kerak degan maqsadni o'zimga qo'yganman va o'sha maqsad sari olg'a yurganman.
Keyin o'sha paytda bu mana sun'iy intellekt haqida aytib o'tdingiz. Bu sun'iy intellekt o'sha biz boshlagan payt 2018-yilda boshlanganda, o'sha paytda Amerikada rosa ham endi haligi gullayotgan payti bo'lgan. Biz o'rtoqlarim bilan shunaqa gaplashib o'tirganimizda aytganmizki, demak Amerikada bo'lyaptimi, bu albatta Koreyaga keladi. Nechidir yilda va Koreyaga kelgandan keyin O'zbekistonga albatta boradi bu narsa. Deb o'sha paytda qaniydir o'sha o'rtoqlarim bilan yaxshi suhbat, ya'ni juda ham manfaatli suhbat bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni atrofimdagi odamlar ham meni ko'p undashgan deb o'ylayman. Ya'ni atrofimdagilar meni ko'p undashgan shu sohaga kirishimga deb bemalol ayta olaman va umumiy holatda aytishim mumkinki, atrofdagi shu o'rtoqlar tanlashda ham adashmaslik kerak. O'sha o'rtoqlaringiz qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga qarab turib siz ham menimcha harakatingiz shunga yarasha bo'ladi shekilli deb o'ylayman. Ozbekzod aka, adashmasam 9 yil bo'lgan bo'lasiz, 8 yil bo'lasiz Koreyada. 8 yil, 9 yil mana dars berdim dedi, ingliz tilidan, magistratura o'qidingiz, PhD o'qidingiz va juda ko'p talabalarni hayoti bilan, ko'pchilik talabalar bilan gaplashasiz, bilasiz, baribir o'ylari, fikrlarini bilasiz, suhbatida bo'lasiz. Va nima deb o'ylaysiz, Koreyada o'qiyotgan o'zbek talabalarini muammosi, kamchiligi nimada deb o'ylaysiz? Ko'p xabarlar yozyapmiz, ko'p talabalar o'qishga boradi-da va o'qishni tashlab o'sha qora kunlik ishlarga chiqib ketadi. Va bunga nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz? Endi men to'g'risi, meni atrofimda unaqa odamlar deyarli bo'lmagan. Men faqat eshitganman xolos ularni. Shuning uchun ular bilan men bevosita muloqotga kirishmaganligim uchun ularning hayotida nima bo'layotgani menga ozgina qorong'u. Shuning uchun ham aytib o'tdimki, atrofdagi odamlarga juda ko'p bog'liq. Meni atrofimdagi o'rtoqlarim, ular hammasi ya'ni o'sha kelgan, hech qanaqa unaqa qora ishlarda endi qilmagan demayman, albatta qilishga majbur bo'lishgan, lekin misol nelegal chiqib ketishgan unaqa o'rtoqlarim deyarli yo'q meni. Ya'ni hammasi o'sha ozgina kunlik ishlarni qilishsa ham, lekin ilmni to'xtatib qo'yishmagan. Karsillik o'qishgan bo'lsa, karsilni o'qishgan, qanaqadir o'zini sohasi bo'yicha magistratura yoki PhD darajasiga erishgan bolalar bo'lganligi uchun men to'g'risi ularni tajribasi menga ko'proq oydinroq. Lekin ko'p holatlarda eshitib qolaman. Albatta siz aytgan holatlar ham juda ham ko'p. Ya'ni ko'p yoshlarimiz borishadi-da, shu masalan til kursiga dokument to'g'irlab borishadi yoki bakalavriat dokument to'g'irlab borishadi-da. Borishgandan keyin sразу shu tezlik bilan nelegal chiqib ketadi yoki bo'lmasam o'qishga bormasdan o'sha tezroq pul demak ishlash yo'llarini qidirishni boshlashadi-da. Endi men bu narsaga o'zim albatta ijobiy qarayman deolmayman. Lekin shu narsa borki, men ham kerak bo'lsa o'sha boshida borgan paytim albatta shuni ishlarni qilganman. Chunki bularsiz qaniydir O'zbekiston sharoitidan chet elga borgan paytda u yerdagi baribir o'sha kunlik berayotgan puli juda ham qaniydir katta ko'rinadi. Lekin men o'zim tajribamdan o'tib ko'rdimki, bunaqa narsalarga qiziqmaslik kerak ekan. Chunki yoshlikda bilimni olib qolish kerak. O'sha bilimni olgandan keyin mana hozir mana 9 yillik o'sha Koreyadagi hayotimni aytadigan bo'lsam, ko'radigan bo'lsam, u pullar to'g'risi hech qanaqa umuman mensimaydigan darajadagi pullarga hech narsa bo'lmay qoladi. Shuning uchun men yaxshi hamki o'sha paytda albatta endi u ishlarni ham qilganman, o'qishdan tashlab qo'ymaganimga o'zimga juda ham qaniydir o'zim qaniydir maqtab turaman. Chunki agar o'sha paytda faqat o'sha pulga qiziqib o'qishni to'xtatib qo'yganimda, hozirgi misol uchun olayotgan maoshlarimga men o'ylaymanki hech qachon yetolmasdim deb o'ylayman. Shuning uchun agar shunaqa bizni kuzatuvchilarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, men ularga aytib qo'yishim mumkinki, imkoni bo'lsa, albatta bilimni olish kerak. Ishni qilmaslik kerak demayman, albatta buni ham qilish kerak, lekin misol 7 kun bor haftada, 7 kun o'sha ishni qilish men ozgina noto'g'ri deb o'ylayman. 2-3 kun o'zini hayotiga yetadigan darajada pulni qilib, qolgan kun paytlari ilm olishsa, menimcha bu pullardan bir necha 100 yoki 1000 marta kattaroq pullarni topishlari imkoniyat bo'ladi. Ilmga vaqtini bersa. Albatta. Nima deb o'ylaysiz, bu bolalarda nelegalga chiqib ketishi, ya'ni talabalarni pulni istab chiqib ketishdagi ota-onalarini qanchalik sababi bor deb o'ylaysiz? Umumiy holatda aytishim mumkinki, misol uchun ota-onalari baribir ota-onasi farzandiga eng yaxshi narsalar tilaydi deb o'ylayman-da. Misol uchun o'zim ota-onalar yoki men yaqinlarim ota-onalardan so'raydigan bo'lsam, bizda misol uchun hech qachon unaqa katta bosim bo'lmagan. Ya'ni misol uchun pul jo'nat bunaqa narsalar bo'lmaganda. Lekin men ko'pincha eshitib qolaman, shunaqa bosim o'tkazadigan ota-onalar ham albatta bor deb eshitganman, lekin o'zim ko'rmaganman bunaqalarni. Shuning uchun agar shunaqa ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, albatta farzandlariga balki ozgina bosim bo'lishi mumkin va farzandlari ilojsizlikdan shunaqa ishlarga kirib, ilm olishdan ozgina chetga surib, balkim shu moliyaviy jihatdan qiyinchilik menimcha sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ya'ni vaqtinchalik rohat uchun Shunaqa. butun umrlik qiyinchilikni tanlashadi-da. Shunaqa, menimcha shunaqa bo'lsa kerak, afsuski. Shunday. Bir necha tanishlarim bor, kunlik qora ishlarga chiqishadi. O'zbekistonga qaytganlar juda ham kerak, lekin bu yoqqa qaytganimdan keyin nima qilaman, nima ish qilaman? O'qiydigan paytda o'qimagan, faqat o'sha qora ishlarga chiqib, ko'proq pul topib, shu pulni nimasini, rohatini his qilib uyga jo'natib o'qigan, lekin na ishlab chiqarish, na bir bu yoqda kelib nima deydi, ishini davom ettiradigan narsa qilmaganda. To'g'ri. Aytishadi, bu yoqda necha pul ishlayman kunlik ishga chiqsam? 200 ming, 300 ming. Lekin bu yoqda hech yo'q $100 topaman. Shuning uchun kela olmasdan kelish xoliydi, kela olmaydi. Va ana shu paytlarda men o'ylayman, o'sha yigitlar ham qat'iyatliroq bo'lishini, ya'ni kelajagi uchun qat'iyatliroq bo'lganlari, ya'ni bu yoqda bosim bo'lsa ham, bu yoqda talab bo'lsa ham tushuntirib, aytib, kelajagi uchun ham harakat qilishlari kerak deb nima deyman, hisoblayman. To'g'ri, juda ham fikringiz. Umrda juda qisqa deyishadi, lekin unchalik ham qisqa deb o'ylamayman. Ya'ni juda ham haligi oldida ko'p ishlar turadi-da. Shuning uchun yoshlar, hozir misol uchun 20 yoshdagi bolalar ko'p borishadi. Ular misol 1-2 yilda yaxshi pul qilib O'zbekistonga qaytib, bunaqa qilaman deyshadi, lekin bu misol uchun 25 yoshgacha bo'lgan umri, bu juda ham endi umrining boshlanishi. Shuning uchun o'sha umrining boshlanishidan nelegalga chiqib, qayerdir o'zini kelajagiga to'sib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Bemalol shu hozirgi kunda kamroq pul topsa ham, ya'ni uzoqroqqa yetish mumkin bo'lgan shunaqa qanday yo'llarni qilishlari menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Fikringizga qo'shilaman. 3 ta davlatda o'quv tizimini ko'rgan odamsizda. Koreyaga o'qish uchun borish kerak deb hisoblaysizmi? Albatta. Koreyani tanlagan demak sabablardan bittasi ham shu bo'lganki, Koreyada ta'lim juda ham yaxshi va boshqa rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi bilan solishtirganda juda ham arzon. Ko'pchilik endi O'zbekistondan borayotganlarga bu narsa birozgina qimmat bo'lishi mumkin. Misol uchun bir semestrga 5 million won deylik. 5 million won hozirgi kunda $2-3 ming примерно bo'lyapti. $3 ming ham deylik. Hop shu $3 ming da misol uchun qimmat deb o'ylashadi. Lekin xuddi shu ular berayotgan bilimni misol Amerikaga borib olib ko'rsangiz, Avstraliyaga, Kanadaga borib olib keladigan bo'lsangiz, bir necha marta ko'proq pul to'lashga majbur bo'lasiz-da. Bundan tashqari Koreyada chet ellar uchun juda ham stipendiyalar ko'p beradi. O'sha stipendiyalarni yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz, stipendiyalardan demak foydalanib, bepul yo'q. Men misol uchun Koreyada o'qiganimda bir tiyin to'lamaganman. Magistraturada ham shunaqa, PhD ham shunaqa. Magistraturani bitirmaganman-ku, lekin PhD ni misol to'liq 3 yil o'qigan bo'lsam, 3 yilda men bir tiyin ham to'lamaganman. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Juda ham yaxshi ta'limni siz bepulga olishingiz mumkin Koreyada. Solishtiradigan bo'lsak, Koreyani misol uchun ta'lim tizimi, men misol uchun O'zbekistonda, Yevropada o'qiganman. Ikkalasi yer bilan osmon farqi. Chunki biz O'zbekistonda hozirgi paytda ancha o'zgarishlar bo'lgan ta'lim tizimida, lekin biz o'qigan paytlar 2010-2014-yillarda biz misol shanba kunlarigacha o'qirdik, dushanbadan shanbagacha o'qirdik. Ertalab 8 dan dars bo'ladi, kechqurun 4-5 gacha dars bo'lardi-da. U paytda paxtalar bo'lgan. O'shuning uchun umuman boshqa ish qilishga Farg'onada. Ha, albatta. Viloyatda, Toshkentda menimcha chiqishmasdi. Lekin men viloyatda chiqardik. Shuning uchun dushanbadan shanbagacha hech qanaqa boshqa narsalarni qilishga imkon bo'lmasdi. Faqatgina parvozda o'tirish kerak bo'lardi. Orada misol uchun shu katta nafs degan narsa bo'lardi. Aytmasam 40 minut bo'ldi-da. Faqat o'qish bo'lgan. Men esimda birinchi bakalavr paytida 52 ta fan o'qiganman. Diplomni ko'rganimda 52 ta fan chiqardi. 52 ta fan degani bu demak endi juda ham ko'p-da, solishtiradigan bo'lsangiz. Keyin men o'shaqa bakalavrni o'qigandan keyin Yevropaga borganman. Yevropada biz haftada 2 kun o'qirdik xolos-da. 2 kun o'qirdik. Men qanday boshqa dunyoga tushib qolganda bo'lgan. Magistratura albatta darslar kamroq bo'ladi, O'zbekistonda ham o'sha paytda ham kamroq edi, lekin u darajada emasdi. Ya'ni O'zbekistondan Yevropaga borganimda bu juda ham menga qanaqadir katta erkinlik bo'lgan. Men shu ham o'qishmi degan paytlar ham bo'lganda. O'shanaqa. Lekin o'sha Koreyaga kelgandan keyin Koreya shu narsaki, qanday O'zbekiston bilan Yevropaning o'rtasida, ya'ni darslarning ko'pligi. Albatta har kuni darsga bormaysiz u yerda. Lekin nagruzkasi darslarni shu bosimi Yevropadan ko'ra ko'proq, lekin O'zbekistondan ko'ra kamroq. Men o'qigan O'zbekistonda ta'lim tizimi bilan solishtirganda. Lekin talab qilish yoki bilim berish jihatlari o'ylaymanki, hammasidan ko'ra Koreyanikida yaxshiroq bo'lsa kerak. Haqiqatda bilimga qiziqqan odam o'sha Koreyaga boradigan bo'lsa, bilimini mukammal ravishda olsa bo'ladi deb o'ylayman. Unaqa qimmat bo'lmagan pulga. Yana Koreya bilan bog'liq savolim, siz o'sha magistraturaga borgandagi Koreya bilan hozirgi Koreyani nima farqi bor? Nimalar o'zgardi?
millatni o'zgarishi uchun bu juda ham kichkina muddat, lekin inson uchun bu uzoq muddat deb o'ylayman. Shuning uchun meni o'zimni qarashlarim o'zgargani uchun hayot boshqacharoq ko'rinishni boshladi deb o'ylayman. Siz Koreyada butun umr yashash huquqini beruvchi vizani olgansiz. Nima uchun hujjat topshirgansiz? Nimaga olishga harakat qilgansiz? Yo sizga qanaqadir bir imkoniyat sifatida berilganmi? Shu haqida batafsil to'xtalsangiz. Hali topik haqida gapirayotganda ham bu narsani aytib o'tdim. Men qanday bitta narsani boshlaydigan bo'lsam, har doim eng yuqori darajasiga erishishga harakat qilaman. Bu qanaqadir unchalik yaxshi xislat deb o'ylamayman o'zi aslida. Chunki shu perfeksionizm deyiladi. Hayotda juda ham qiyinchiliklarga ya'ni duch kelishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni kim 99% bo'lsa ham ozgina qanday ko'nglim g'ash bo'ladi-da, 100% qilishga harakat qilardim. Ya'ni bu o'sha paytda shunaqa xarakterga ega, lekin hozir ancha o'zgarishga harakat qilyapman. Ya'ni kim Koreyada har bir chet ellikda eng olish mumkin bo'lgan eng yuqori vizasi bu shu F5 vizasi hisoblanadi. F5 bu Koreya Green Cardasi deyiladi yoki o'sha umrbod yashash huquqini beruvchi viza deb ham ataladi. Xuddi o'sha vizani nimaga endi odamlar olyapti, nima men ololmayman degan narsa bo'lgan menda o'sha paytda. Uni demak yo'li juda ham uzoq bo'lgan-manda. Men 2017-yil fevral oyida borgan bo'lsam, bu vizani men 2024-yil avgust oyida olganman. Ya'ni deyarli 7 yilcha, 7,5 yil deyarli vaqt ketgan bu viza olishga. Men topshirgan F5 shu Green Card'ning turi bu F5-15 vizasi hisoblanadi. Va F5-15 ga faqatgina PhD'si bor demak chet elliklar topshiradi xolos. Uni turlari juda ham ko'p aytib o'tgandim, lekin o'sha menga ma'qul keladigani o'sha F5-15 vizasi bo'lgan. F5-15 vizasida demak topshirishga huquqni topshirish uchun demak u yerda eng kamida 1 yil davomida Koreyada ishlagan bo'lish kerak bo'lgan. Keyin yillik daromadi GNI deyiladi. Koreyani o'rtacha, ya'ni Koreyadagi aholini o'rtacha yillik daromadidan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni bitta misol $40,000 bo'lgan bo'lsa, shu $40,000dan yuqori bo'lishi kerak. Yillik maoshi. Yillik maoshi. Shunaqa hozir men eslab qolganlarim o'shalar juda ham listi katta o'zi. Aslida o'sha asosiy endi haligi men kutgan narsa o'sha 1 yil davomida ishlash bo'lgan. Chunki 1 yil experience'im yetmagan xolos meni. Qolgan hammasidan o'sha bo'lgandi. O'sha 1 yil experience ozgina kutganman. Keyin 2024-yil may oyida hamma hujjatlarim chiqqandan keyin topshirganman va 2024-yil avgustda olgan ekanman. 21-avgustgaman. Ancha vizam chiqqan. Shundan beri F5 vizadaman. Demak, siz shunchaki eng yuqorisini tanlash uchun topshirgansiz. Albatta shunaqa. Endi birinchi sabablardan biri shu. Endi ikkinchisi albatta bu viza bo'lgandan keyin qaytib immigratsiyaga bormaysiz-da. Ya'ni 1 yilda masalan Koreyaga kirmasangiz bekor bo'lib ketmaydimi? Adashmasam bu 2 yil. 2 yil ichida kiritib chiqishingiz kerak. 2 yilda bir marta borish kerak deb bilaman. Hozir vizani o'sha F5 vizasini olganlarni ko'radigan bo'lsangiz, ularda haligi viza tugash muddati bor, yozilgan, lekin uni yili 9999-yilda. Shuning uchun ya'ni bu muddati yo'q viza hisoblanadi. Faqatgina endi bitta jihatini hisobga olib qo'yish kerak. 10 yilga beriladi u. Ya'ni karta 10 yilga beriladi. Kartaga rasmga tushgani borish kerak bo'ladi immigratsiyaga. Ya'ni men 2024 olgan bo'lsam, kartam orqasiga 2034-yilgacha demak deb yozib qo'yilgan. Lekin u muddati emas. U kartani muddati, vizani muddati emas. Ya'ni O'zbekistonda ham adashmasam pasportda har 10 yilda bir almashtirib turgandek, xuddi shunday Koreyada ham shu borib bir marta kartasini almashtirish kerak bo'ladi. Bu endi men 2034-yil, hozir 2026 bo'lsa, yana 8 yildan keyin borishim kerak bo'ladi. Zo'r. Instagramda sahifangizda aytib o'tgandingiz, yiliga $100,000 ishga kirdim, ya'ni rahbar bo'lim boshlig'i bo'lib ishladim deb, ya'ni yutuqlaringiz haqida gapirganingizda aytganingizni ko'rgandim. Va to'g'risi bu yoqdagi insonlarni fikricha, ya'ni koreyslar baribir chet ellik qanchalik tajribali bo'lsa-da, qanchalik zo'r bo'lsa-da, rahbar lavozimiga chiqarishi juda ham qiyin masala. Va mumkin emas deb ham aytishadi. Ya'ni shunaqa fikr bor-da odamlarning orasida. Va maoshingiz ham baribir juda ham yaxshi. Xorijliklarga to'lanayotgan maoshlar ichida juda ham yaxshisi-da. Adashmasam 8,000, 9,000 ga to'g'ri keladi. Sizni rahbar qilib tayinlashlariga nima sabab bo'ldi? Shu jarayonlar haqida gapirib bersangiz. Menda o'zi to'g'ri aytib o'tdingiz, bu chet elliklar uchun juda ham katta maosh hisoblanadi. Bu даже koreyslar o'zi uchun ham juda ham katta maosh hisoblanadi, chunki men Koreyada endi uzoq vaqt yashaganim uchun juda ham koreys tanishlarim ko'p. Ular bilan ko'p muloqotda bo'lgan paytimda ular bilan endi albatta maosh yaqin tanishlaringiz bilan maosh sifatida ham bu juda ham nozik masala bo'lgani bilan endi yaqin bo'lib ketganingizdan keyin shunaqa narsalar chiqadi baribir. Men birorta koreysda eshitmaganmanki, o'sha maoshga yaqinroq даже maosh oladigan
birorta koreys ko'rmaganman o'zigacha to'g'risi. Shuning uchun aytamanki, yaxshi ilm olgan odam bo'lsa, yaxshi tajribasi bo'lgan bo'lsa, juda ham katta oila olsa bo'ladi Koreyani o'zida. Bu demak millatdan qat'iy nazar. Xo'p, endi u yerga qanday qilib kelganman deydigan bo'lsangiz, men misol uchun boshida bu misol $100,000 ishga bittada misol kirib qolmaganman albatta. Lekin boshida kirayotgan paytimda ham men o'zi birinchi kirayotgan oylik maoshim ham yuqoriroq hisoblangan bo'lgan. 2022-yil men u ishni 80 million won bilan boshlaganman. Endi u payt uchun bu juda ham katta hisoblangan bo'lgan. Hozir uchun ham yaxshi narx. Hozir ham emas, to'g'ri. Shunaqa, o'sha payt qaniydir menda shunday bo'lganki, ish topish jarayoni, men o'qishni bitirganman, где-то iyunlarda уже zashta tugagan, keyin 2-3 oy davomida ish qidirishni boshlaganman. O'sha paytda men juda men Teguda yashaganimcha uchun Seulda, asosiy ishlar Seulda bo'lgan, Seulga ko'p kelib ketib yurgan bo'lganman. Men o'sha paytda aytdim, F2 vizasini olmoqchi bo'lgan. F2 vizasini olish uchun shartnomangizda o'sha bitta JNI bor, o'sha o'rtacha aholining o'rtacha daromadi. O'sha paytda 40 million won bo'lgan. Men aytganmanki, o'zimga qani endi men 40 millionlik wonlik ishga kirsam deb o'zimga qaniydir juda ham talaganman-da shu narsani. Universitetda men bir ikkita pozitsiyalar bo'lgan. Ularga topshirganimda ular 36 million, 37 million qo'yamiz deyishganda, menga endi ozgina 2-3 million yetmay qolgan. Keyin yo men boshqa ish qidirarkan bo'lsam deganmanda, ishlar qidirishni boshlaganman. Keyin birinchi ishga borganman, intervyudan o'tganman, qancha oylik olasan deb so'raydi o'zi har doim. 50 million deganman. Keyin bo'ldi, kelaver degan. Keyin shu yana oshirsam bo'ladi shekilli bo'laganman-da. Keyin ikkinchi intervyuga borganman. Keyingi intervyuga borganman, 5 million qo'shib so'ragan, 55 million so'raganman masalan. Keyin u aytgan, "Bo'ldi, beraman" dedi. Keyin 60 million so'ragan, 70 million so'raganman. Shu bilan xullas 10 tacha intervyuga borganman. Umumiy hisobda, oxirida shunga to'xtaganmanki, уже 80 millionlik ishga, ya'ni 80 millionlik ish Seulda bo'lgan. 85 millionlik bitta offer ham olgandim. U faqat Hosong degan shahar bor. Sun'iy intellekt bo'yicha, to'g'rimi? Albatta, o'zim soha bo'yicha. Shu Kyonggi-doda Hosong degan shahar bor. U endi Seuldan ozgina uzoqroq. O'sha shahardan 85 millionlik offer ham berishgan. Endi men u paytda misol Hosong ancha chekkaroq bo'lganligi uchun oylik ko'proq bo'lsa ham men Seulda yashayman deganmanda 80 millionlik offerni o'sha paytda olgandim. Ya'ni kim bu narsani ko'pchilik o'ziga ozgina pastroq baho beradimi desam bo'larmikan? Shunaqa, ya'ni men ham misol uchun o'zimga 40 millionlik ish bo'lsa bo'ldi deganman-da. Lekin ko'rsamki, undan oshirsa bo'ladigan narsa emas. 40 millionlik ish so'ragani borganman, 80 millionlik ishga nima bo'lganda, ya'ni 2-3 oy o'tgan xolos o'sha orasida. Men u paytda nima uchun ish atrofidagi odamlar misol uchun 30 million, 40 million ish olayotgan bo'lsa, meni ham darajam shunaqa ekanini to'xtab qolmaslik kerak. Ya'ni men o'sha paytda misol atrofimda 80 million tugul, даже 50-60 million oylik oladigan odam bo'lmagan, to'g'risi. Keyin kelishlagandan keyin keyingi ishim, ikkinchi ishim o'sha yerda 110 million bilan kirganman. Keyin 110 millionlik ishda 1 yil ishlaganman-da, keyingi o'sha 1 yildan keyin 3 yil tajribam bo'lgan o'sha paytda, oxirgi shu ishxonamda 132,5 million won bilan offer olganman. Lekin u yerda ko'p ishlamadim. Nima deb o'ylaysiz Bekzod aka, bu koreyslar yozilmagan bu qonunni, ya'ni chet ellikka nima deydi, baland maosh berish, ya'ni rahbarlikka tayinlash kabi an'anasini buzishiga sizni bilimingiz sababchi bo'lganmi yoki eng rivojlanayotgan sohani egasi bo'lganingiz sababchi bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha sohani unchalik katta ahamiyati bo'lmasa kerak, chunki o'sha sohani haqiqatda ustasi bo'ladigan bo'lsangiz, tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, o'shanga yetarli qobiliyatingiz bo'ladigan bo'lsa, boshqa sohalarda ham rahbariyat lavozimida ishlayotgan men o'zbeklarni bilaman. Ya'ni men misol sun'iy intellekt albatta hozirgi kunda juda ham rivojlangan soha bo'lgani bilan, lekin men biznes sohasida, marketing sohasida ham shu bo'lim boshlig'i sifatida ishlayotgan o'zbeklarni men o'zim shaxsan taniyman. Shuning uchun bu yerda qanaqadir diskriminatsiya yoki bo'lmasam millatchilik degan narsalar albatta yo'q deb bo'lmaydi, lekin o'zini hurmat qilgan, qanaqadir kompaniya bo'lsa, o'zini hurmat qilgan insonlar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, bu narsa sizning millatingiz unaqa katta to'siq bo'lmasa kerak. Albatta til bu yerda to'siq bo'lishi mumkin, lekin tildan hech qanaqa muammongiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'ylaymanki, millatda katta muammo bo'lmasligi kerak. PCdan keyin mana katta maoshli ishlarga joylashganingiz haqida aytdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Pul hayotingizga kelgandan keyin, ya'ni ko'proq pullar hayotingizga kelgandan keyin nimalar o'zgardi, nima o'zgarmadi? Sizda, hayotingizda, xarakteringizda, umuman. Kattaroq pul kelgandan keyin pulda unchalik katta ahamiyati yo'qligini tushunib yetdim insonning hayotida. Chunki men o'sha aytib o'tdim, Koreyaga borishimga sabab bu pul bo'lganda. Ya'ni men pul ishlayman deb borganman u yerga.
misol o'sha paytda misol $2000 oyiga $2000 topish bu menga juda ham katta pul hisoblangan bo'lganda. Lekin shu narsani anglab yetdimki, pul bu bemalol harakat qilsa topsa bo'ladigan narsa ekan. Shuning uchun umuman hech qanaqa pulda katta ahamiyat qolmadi deb o'ylayman menimcha. Hozirgi kunda menga. Shu meni qanday hayotga bo'lgan qarashimni o'zgartirdi. Albatta endi ma'lum bir darajada moliyaviy jihatdan shu mustahkam hayotni yo'lga qo'yganingizdan keyin hayotga bo'lgan qarashlaringiz, yaqinlaringiz ko'proq haligi mehribonroq bo'lib qoldim deb o'ylayman men o'zimni. Ochiq ko'ngilroq, haligi stressga kamroq chalinadigan, shunaqa biroz bosiqroq bo'ldim shekilli deb o'ylayman. Ya'ni men misol O'zbekistonda hozir 2 oydan beri yashayapman. Ko'pchilik atrofdagilarni qaraydigan bo'lsangiz, asabiyda juda ham. Bu narsa endi men sababini albatta bu moliyaviy tomonga taqimoqchi emasman, lekin balkim shuni ham qanaqadir ozgina ta'siri bormikan deb o'ylayman. Chunki Koreyada yurgan paytingizda odamlar unaqa asabiy emas. O'zlarini bosib olishgan, chiroyli muomala qilishadi. Albatta bor, men yo'q demayman, unaqa asabiy bo'lmagan odamlar yo'q, juda ham kam lekin. Men o'zim deyarli uchratmaganman, lekin O'zbekistonga kelgandan keyin ko'rasizki, ozgina O'zbekistondagi aholida ozgina asabiylik bor. Shuning uchun o'ylaymanki, qaniydir moliyaviy jihatdan mustahkam bo'ladigan bo'lsa, ancha inson bosilib, hayotga xotirjamroq bo'ladi. Chunki g'amlari kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Demak, siz pul kelgandan keyin moliyaviy mustahkam bo'lish bilan birgalikda xotirjam ham bo'ldingiz. Menimcha xotirjamlikni olib kelgan albatta. Hozir mana O'zbekistondaligingizni aytdingiz. Keling, shu haqida to'xtalaylik. Nima qilyapsiz O'zbekistonga? Nima ish bilan keldingiz yo xizmat safari bilan keldingizmi? Gapirib bering. O'zbekistonga men ishlagani keldim. Ya'ni men u payt Koreyada ishlayotgan paytda aytdim, 2025-yil sentyabr oyida olganman o'sha eng katta oferimni. Eng katta ish taklifini olganman. O'sha yerda 2-3 oy ishlagandan keyin menga bir nechta takliflar kelib tushdi O'zbekistondan. Pul jihatdan, moliyaviy jihatdan biz kelisha olmadik ko'p bilan. Lekin bitta kompaniya bo'ldi, meni shu demak men aytgan qaniydir nimani moliyaviy jihatdan meni demak shartlarimni qondirtira oladigan kompaniya chiqdi. Ular bilan men o'sha gaplashgandan keyin o'zlari umuman kompaniyani qanaqadir shu vision deyiladi, ya'ni maqsadlari, umuman ish sharoitlari hammasi menga ma'qul bo'lganligi uchun men ularni taklifini qabul qilishga qaror qildim. Va 2026-yil fevralda keldim O'zbekistonga. Shu 1-fevraldan bu yerda ishni boshladim. Lekin afsuski uzoqqa bormadi. Qandaydir nima desam bo'ladi, shartlar, ya'ni oldindan qilingan va'dalar tez esdan chiqadimi yoki bo'lmasam qaniydir maqsadlari o'zgarib qoladimi, shunaqa narsalar O'zbekistonda afsuski bor ekan. Bu meni o'z aslida ikkinchi qaniydir xato demayman-u, balki ikkinchi qarorim bo'lganki, qaysiki men o'zim kutgandek bo'lmadi deylik. Ya'ni xato bas, albatta bu menga katta tajriba bo'ldi-ku. Birinchisi qachon bo'lgan desangiz, birinchisi o'sha 2025-yil avgust oyida, ya'ni men katta ishga o'tishimga, 3-ishimga o'tishimdan oldin orada 2 haftalik bu yerda shu xizmat safari bo'lgandi. U ishxonam bilan bog'liq emas, o'zim alohida freelancer sifatida kelishim kerak bo'ldi. 2 haftalik proyekt bor edi, o'sha proyektni kelib qilib berishim kerak bo'ldi. Ular bilan ham kelishuv endi og'zaki bo'lgan albatta. Misol uchun ma'lum bir summani kelishganmiz, o'sha summa kelishganimizdan keyin men 20% ni oldin olaman dedim. Keyin 40%ni O'zbekistondan ketayotgan paytda olaman dedim. Qolganini oyma-oy o'sha necha foiz qolyapti? Demak 40% qolgan bo'lsa, 20% dan 2 oyda olishim kerak bo'lgan. Kelayotganimda berishdi pulimni, ketayotganimda pulimni berishdi, borganimdan keyin ham berishdi. Lekin oxirgi kelganda, oxirgi shu 20% ni men olmay qolib ketdim. Bu narsa menga o'zi bitta katta qaniydir dars bo'lgan. O'zbekistonda endi men hammani demayman albatta. Men o'zim tajribam xolos bu. Albatta o'zini ustidan so'zidan chiqadigan bunaqa kompaniyalar borligiga men ishonaman. Faqatgina men endi ikkita tajriba bo'ldi. Ikkovi ham qaniydir men o'zim kutgandek bo'lganligi uchun, shu birinchisi o'sha o'tgan yil yozda bo'lgandi, ikkinchisi endi u kichkina proyekt bo'lganligi uchun men o'zi Koreyada ishimni tashlamay kelgandim. Ya'ni oradagi kichkina proyekt qilib bergan ekanman xolos, lekin bu safargisida men Koreyadagi ishimni tashlab kelishga majbur bo'lgandim. Butunlay qaytgandingiz? Butunlayki men baribir Koreyaga borib turishim kerak edi, chunki u yerda uyim, mashinam hamma yo'q, shunday qolgan. Tez kelishim kerak qoldi bu yerda. Shuning uchun ishdan sotolmay qolganman. Shuning uchun endi yaxshi taklif bo'lganligi uchun men hamma yoqqa ko'z yumib, ishdan sразу arizani yozib,
uyim joyim boshlanib qolgan u yerda kelib olganman. Chunki menga shu yanvarda o'rtalarida taklif berishdi, fevraldan ishni boshlashdi deyishdi. 10-15 kun vaqtim bor xolos. 10-15 kun ichida u uyda moshina sotish imkoni yo'q. Chunki endi kichkina summa bas baribir. Shu hisobiga kelib olgandim. Lekin qaniydir shu qachon martda o'rtalariga kelib, 20-martlardanmikan shunaqa. Shuning uchun endi meni tajribamga ko'ra O'zbekistondagi kompaniyalar bilan ishlash afsuski unaqa muvaffaqiyatli bo'lmadi. Lekin bu degani misol boshqa chet ellik, ya'ni chet elda yashayotgan boshqa vatandoshlarimiz bu yerda o'zlarining yo'llarini topib ketolmaydi degan narsa emas. Chunki menda shunaqa tanishlarim bor, Koreyadan O'zbekistonga kelgan, bu yerda juda ham yaxshi karyerasini davom ettirishyapti. Lekin meni holatimda bu narsa bo'lmadi. Shuning uchun men o'zim tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, endi bu narsa afsuslanadigan narsa emas-ku, lekin Koreyadagi ishimni davom ettirsam, balkim sal yaxshiroq bo'lardi shekilli bo'lib qoldim. O'zbekistonga qaytishingizga asosiy motiv pulmidi? Yaxshi taklif bergani uchun qaytdingizmi yoki boshqa sabablar ham bormidi? Albatta boshqa sabablar bor. Men aytdim, pulga unaqa katta ahamiyati yo'q men uchun. Ya'ni men pul yaxshi bo'lgani bu bitta qism edi, lekin buni men katta qism deb ayta olmayman. Ya'ni qaror qabul qilishdagi katta qanaqadir ahamiyatga ega bo'lgan narsa hisoblanadi. O'zimizni demak shaxsiy oilaviy. Men to'g'risi haligacha uylanmaganman. Shuning uchun bu oilaviy masalalarni hal qilish uchun birinchi navbatda qaytishga qaror qilganman. O'sha davrda men endi professional faoliyatimni to'xtatib qolishni xohlamaganman-da. Bu ish taklifi ham qaniydir juda ham yaxshi ko'ringan men ko'zimga. Shuning uchun men bir vaqtda o'zida har tomonlama qarab qaror qabul qilgandim. Afsuski hech qaysi biri muvaffaqiyatli bo'lmadi. Demak, butunlay hozir yana qaytmoqchisiz Koreyaga? Butunlay emas-ku, lekin baribir ma'lum bir vaqt men Koreyada bo'lsam kerak. Kelajagingizni qayerda ko'rasiz Begzod aka? Koreyadami, O'zbekistondami yo boshqa mamlakatdami? Odatda men bitta muvaffaqiyatsizlikdan keyin yaxshi o'zimga dars bo'ladi-da, ikkinchi marta o'sha ishni qilmaslikka harakat qilaman. Lekin afsuski bu safar ikkinchi marta ham endi qilishga majbur bo'ldim, chunki bu meni o'zim emas, balki butun oilamiz uchun, ya'ni oilamiz tomonidan qanaqadir kelishilgan qaror bo'lganligi uchun men ikkinchi marta ham harakat qilib ko'rmoqchiman, lekin ikkinchi marta ham o'xshamadi. O'ylaymanki, bilmayman endi keyingi agar takliflar bo'ladigan bo'lsa, bu takliflarda yana ham puxta o'rganib, shu birinchi ikkita muvaffaqiyatsizlikdan keyin o'sha yerda bo'lgan kamchiliklarni hisobga olib, o'shalarni hammasini to'ldirgan holda qilsam kerak. Hamma narsani hujjatlashtirib albatta. Unday bo'lmasa, endi Koreyada baribir albatta men qolib ketish nimam yo'q. Qolib ketadigan qanaqadir qaror qabul qilmasam kerak deb o'ylayman. Chunki Koreyada hozir bitta chet elga erishish mumkin bo'lgan hamma narsaga erishib bo'ldim o'zi. Shuning uchun u yerda meni qanaqa motivatsiya beradigan narsa yo'q Koreyada. Ya'ni o'ta Koreyaga nima borishadi? Shu pul topgan ko'pchilik baribir boradi. Endi men u tomondan aytib o'tganimdek unaqa katta ahamiyatga ega bo'lmaganligi uchun hozir u yerda vizasini oldim, eng katta vizasini. Pul ma'lum bir darajada oldim, tajriba oldim, ilm oldim. O'ylaymanki, O'zbekistonda agar yaxshi taklif bo'ladigan bo'lsa, albatta O'zbekistonda ishlashdan juda xursand bo'lardim. Bilmadim, bunaqa imkoniyat bo'larmikan, bilmayman. Hozir aytib o'tdingiz, yutuqlaringizni sanab o'tdingiz. Bir tarafdan qaraganda juda ko'p yoshlarning orzusi, bilim, imkoniyat, pul. Sizni orzungiz nima hozirgi kunda? Meni orzuyim nima? Nimani orzu qilasiz hozir? Men oilam bo'lishini orzu qilaman. Oilam albatta ota-onam bor, lekin men o'zimni kichkina oilam bo'lishini xohlayman. Menimcha shu meni hozirgi kundagi eng katta orzum bo'lsa kerak. Begzod aka, siz sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassissiz. Aytingchi, sun'iy intellektdan qo'rqish kerakmi? Foydalanish. Yo'q, foydalanish qo'rqinchli emas deb o'ylayman. Bundan foydalanish kerak aslida. Ya'ni men ham ko'pchilik bu sohaga aloqasi bo'lmagan insonlar bilan ko'p muloqotga kelgan paytimda qaniydir hamma qo'rqinch bilan bu narsaga qaraydi, lekin men o'ylaymanki, bundan qo'rqmaslik kerak, bundan shunday foydalanish kerak xolos. Ya'ni hozirgi kunda bu demak kerak bo'ladigan bo'lsa, insondan ko'ra ham bir xil sohalarda anchagina rivojlanib ketgan. Shuning uchun bu narsadan foydalanmaslik, bu shunchaki zamon bilan ham nafas bo'lmaslik bilan teng deb o'ylayman. Shuning uchun agarki siz bundan foydalanmayapsizmi, qaysidir foydalanayotgan odam sizdan anchagina unumli hamda samaraliroq ishini bajarishi mumkin va sizni ish o'rningizga olib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun bu narsaga ijobiy qarash kerak.
hozirgi kunda qanaqa narsa yangi texnologiya chiqayotgan bo'lsa, o'sha texnologiyani tezroq o'rganib, o'sha narsadan foydalangan holda o'zini sohasiga tatbiq qilib, o'sha yerdan yaxshigina demak daromad bo'lsa daromad, ilm bo'lsa ilm, tajriba bo'lsa tajriba olsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Yo'q, ko'pchilik aytadi-yu, shaxsiy ma'lumotlaringni berma, suratlaringni yuklama, ertaga boshqa maqsadlarda foydalanishi mumkin deb aytiladi-ku. Shu nuqtai nazardan so'ragandim. Endi bu narsa shunday narsaki, sun'iy intellektni ham xizmatlarni taklif qilayotgan qanaqa kompaniya borda. Bu kompaniyada tabiiyki insonlar ishlaydi. Bu insonlar sizni demak ma'lumotlaringizga albatta ular dostуп bo'ladi, ya'ni ular bemalol ko'ra oladi bu narsalarni. O'sha insonlar agar yomonlik qilaman deydigan bo'lsa sizga, bemalol albatta qilishi mumkin deb o'ylayman-ku. Lekin bu yerda demak ular u kompaniyaga kelayotgan paytda bir necha demak qadamlardan o'tishadi, kerakli hujjatlarga qo'l qo'yishadi. Shartlari bor. Albatta shartlari bor. Tushunarli. Sport bilan muntazam shug'ullanasiz. Qanchalik rol o'ynaydi sport siz muvaffaqiyatlaringizda? Menda solishtirishga ozgina qiyin bu narsa, chunki men sportsiz deyarli yashab ko'rmadim, ya'ni muvaffaqiyatga erishganimdan keyin. Chunki bu sport bilan shug'ullanganim deyarli 8 yil bo'lib qoldi. Buni juda katta ta'sir bo'lgan deb o'ylayman, ijobiy ta'sir bo'lgan. Ular demak bevosita bitta soha bo'lmasa ham teskari umuman qarama-qarshi tomondagi aqliy mehnat yoki jismoniy mehnat bo'lgani bilan, lekin ular chambarchas bir-biriga bog'liq deb o'ylayman. Inson o'zi qachon va qaysi davrda hamma narsa u uchun yetarli bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, menimcha u davrga men hali kelmadim shekilli, shuning uchun bilmadim. Men endi o'zimni hayotimdagi tajribadan faqatgina gapira olishim mumkin, boshqalarning tajribasidan gapirish menga ozgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun men endi o'ylardimki, o'sha 20 yoshligimda ham meni hamma yo'lim yetarli deb o'ylardim. 25 yoshimda ham shunaqa deb o'ylaganman misol uchun. Ya'ni men hech qachon zoriqib o'sganman deyman, ya'ni kichkina paytimda ham, undan keyin misol voyaga yetganimdan keyin ham hamma yo'lim o'zimga yetarli bo'lgan, xudoga shukrki. Lekin bildimki, misol o'sha paytdagi payt bilan hozirgi kunni solishtiradigan bo'lsak, u paytdan ko'ra hozirgi hayotim birozgina yaxshiroq deb o'ylayman. Shuning uchun insonni xohishlari hech qachon menimcha tugamasa kerak deb o'ylayman-da. Har doim bu narsa yaxshi menimcha. Nima uchun? Chunki xohish o'sha to'xtab qolsa, qanaqadir bilmayman, insonda motivatsiya bo'lmaydi, ya'ni qiziqish, hayotga qiziqishi ozgina so'nib qoladi deb o'ylayman. Shuning uchun o'ylaymanki, har doim qanaqadir inson o'ziga oldiga maqsad qo'yish kerak, o'zini hayotidan qoniqmasdan, o'zini hayotiga qanaqadir tanqidiy munosabatda bo'lib hayot kechirsa, menimcha hayot yana ham chiroyli bo'lsa kerak. Bekzod aka, endigi maqsadlar, rejalar qanaqa? Siz kabi nima deydi, xarakterli insonlarda baribir maqsadlari bilan yuriladi, rejalar bilan yuriladi, yillarga qo'yilgan maqsadlar bo'ladi. Maqsadlaringiz qanaqa? Har qanday kasbda hozir bemalol egallab qo'yish mumkin. Shu yaqin kelajakda. Shuning uchun men hozirgi kunda aytdingiz, men hozirgacha haqiqatda maqsadlarim albatta qo'yib yashaganman, juda ham prinsipial odam bo'lganman, shunday qilaman, mana shunday qilaman deb yurgan odam bo'lganman, lekin hozirgi kunda men ozgina o'zgardim dedim. Bu ham shunaqa, meni fikrlashimda o'zgarishlar bo'lyaptiki, unaqa katta maqsadni hozir qo'ygan menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki zamon juda ham tez rivojlanib ketyapti. Oldingi bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada tez rivojlanib ketyapti. Shuning uchun men hozirgi kunda bu sohadan ketamanmi, yo'qmi? Hozir albatta bu sohani davom ettiraman, juda ham qisqa vaqtda. Lekin men biroz qarashlarim boshqachaki, hozirgi o'sha yaqin kelajakda qanaqa texnologiya chiqadigan bo'lsa, o'sha texnologiyani tez o'rganib olib, o'sha texnologiya bo'yicha mutaxassis bo'lish. Meni maqsadim hozircha shunaqa. Bu sun'iy intellekt bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellekt bo'ladi yoki qanaqadir boshqa soha chiqadigan bo'lsa, o'sha sohani o'rganaman. Men bu bilan nima demoqchimanki, yangi texnologiyalar ochiq bo'lishi kerak insonlar. O'sha texnologiya yangi chiqsa, o'sha narsani tez o'rganib olib turib, o'shundan maksimal darajada o'zini manfaatlari uchun foydalanib qolish kerak. Oldingidaqa, misol uchun biroz tor fikrlar, yo'q, men misol uchun bu texnologiya zararli ekan yoki xavfli ekan, men bundan foydalanmayman deydigan odamlar, menimcha raqobatda biroz yutqizib qo'yish ehtimoli katta. Shuning uchun yangiliklarga ochiq bo'lish kerak, o'sha yangiliklardan foydalanib tezroq, ya'ni bir umrlik kasb degan narsa menimcha yo'qolib ketsa kerak bundan buyog'iga. Kasblar juda ham tez o'zgaradi. Bu degani men aytib o'tdim, ko'p kasblarni egallab qo'yish mumkin, sun'iy intellekt dedim. Lekin bu deganiki ish yo'qolib ketadi degani emasda. Yangi kasblar ochiladi. O'sha yangi kasblarni biroz tezroq o'rganib olish kerak edi. O'shundan yaxshi manfaatlari yo'lida foydalanib qolish kerak. Tushunarli. Kelganingiz, mazmunli suhbatingiz, fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun kattakon rahmat. Bundan keyingi ishlaringizga rivoj tilayman, omad tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon taklif uchun.